Bularni yuzlaridagi muammoni ko'rib turib, men bularga Plenage muolajasini tavsiya qilaman. Bu bio yuzdagi qizarishlarni и rozettalarni и dog'larni zo'r qilib olib beradi. Тоже kuperuzlarga ham ishlaydi. Yuzimda qizarishlar juda ham ko'p bo'lgan. Keyin makiyaj qilganimda makiyajim yaxshi yotmaydigan bo'lib qolgan. Yuzim juda ham kuperozni. O'shanga nima tavsiya qilasiz deb keldim. Sizni yuzingiz mana ko'ryapman. Juda ham qizarishlari ko'p, allergichniy rozetsiyasi chut-chut bor, kuperuzlari ham bor. Men sizga hozir Plenage bio muolajani tavsiya qilaman. Bitta yuzingizni zo'r chiqarib beradi. Shunaqa strin upakovkada bo'ladi. И har qanday smartlar. Bu patsientimizga mana muolajani qilib bo'ldik. Israt seni bergan yuzlariga shunaqa yasirlatgan. И qizarish. Bu qizarish bir 2 soatlarda o'tib ketadi, lekin undan keyin yuzlari zo'r effektda qoladi. Sizlarning ham yuzlaringizda shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol muxlisiga kelsangizlar bo'ladi. Yuzlaringizni bemalol ishonib topshiraveringlar.